Azizlar, yana bir fayzli ishimiz tugadi. Nasib bo'lsa faqat o'sha ugonlik qoldi. Erta qurigandan kechga kelib qilib bitamiz. Sababi 1 kun 2 kun turish kerak. O'sha aboylarimiz qurish kerak. Ugonligi bor, mana yonboshiga, bortimizda yonboshiga ugonlik qo'yiladi va eshik derazalar bo'ladi обязательно. Atachinta variant 6 ta rulon ishlatdik. 30 mingni tayyor devorga yopishtirib berdik. Tiyagasi alohida bo'ladi. Kvadratga hisoblanadi. 67 kvadrat Ofshi devor patolog. Baho berasizlar. Qashqadaryo viloyati Kasb tuman Xo'ja mahallada bo'ldi ushbu zakazimiz. Usta haqqi 1 million 400 lar atrofida tiyagasi bilan bo'ladi. Aboyimizni 180 mingdan 6 ta oldik va 100 mingga 1 kilo kiliy oldik. Tiyagalarimizni 10 ming so'mdan 11 dona ishlatdik. Nasib bo'lsa to'liq bitgandan yana bitta obzor qilamiz. Qisqacha video bilan kuzatib boringlar. Yub arta olaversa bilan 180 mingdan donaga olingan Xitoy Italiya super mo'shi stiklari ham juda zo'r. Bemalol yub arta olaversa bo'ladi, hech qanday muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Qarshi shahridan oldik va natijamiz 130 mingdan tortib berishyapti. Ob'yom katta bo'lsa 120 mingdan qilib berishyapti mana shu gulli fasonni. 80 ming, 85 ming, 90 ming atrofida adnatonni bo'ladi. Murojaat qilaverasizlar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha xizmatimiz bor. Instagramga ham o'tib qo'yinglar. Nasib bo'lsa, to'liq o'sha jarayonlarni har kunlik ko'rsatib boraveramiz. Hammani topganga Alloh baraka bersin. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'sha opisaniyada va video nomida bo'ladi. Aloqa chiqib ko'rasizlar. Ugonliklarimiz bo'ladi, to'liq bitganiga yana bitta obzor qilib ko'rsatamiz sizlar uchun. Hammaga rahmat. Musofirdan turib zakaz bersangiz bo'ladi. Bemalol. Nejnigilar ko'z charchatmaydi. Hali qurimagan tomni bu. Ham kech bo'lib qoldi, shuning uchun. Nasib bo'lsa, hammaga nasib qilsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.